Uyg'ur tibobat peshvosi Molla Arif Xotani mo'l mazmunga ega qimmatli maxsus asarlarning avtori bo'lgan Uyg'ur tibobat olimi Molla Arif Xotani hozirgi Xotan nahiyasining g'arbiy shimolidagi Elchidan 10 kilometr yiroqlikdagi Laskuy yezisida milodi 1564-yili ma'rifatparvar oilada tug'ilib 1651-yili Hijriya yilnomasi bo'yicha 91 yoshida vafot bo'lgan. Mazri yelimi ham Laskuy yezisining Dang mahallasida bo'lib, Sardori Valiyulloh mazri deb atiladi. Yerlik xalq uni jonliq tilda Sargan mazar deb ataydi. Mazkur olim balaliq davridan tortib toki 20 necha yoshlargacha Xotanda o'z otasi Molla Salim Oxunumdan va shu davrning o'limalaridan ilmiy nahvi, grammatika, ilmiy sarf, morfologiya va sintaks, ilmiy tajvid, fonetika, ilmiy fiqh, shariat ilmi, ilmiy tafsir, ilmiy hadis, ilmiy mantiq va ilmiy tibobat qatorliq fanlarni o'rgangan. Tibobat ilmida har qaysi fanlarni o'rganishga bo'libmi yakki dorilarning tabiati, xususiyati va ishlatilishi, murakkab dorilarning loyihalashtirilishi, yasilishi, ya'ni davosozlik ilmini o'rganishga alohida ahamiyat berib, xeyli yuqori saviyaga yetgan. Olim 28 yoshga kirganda bovisi Molla Olim Damolla Hazratim uni tibobat ilmida texmi yuqori bilimga erishsin deb, ayni zamonda Hoji 2 ustoz Abu Nasr Farobiyning shogirdlaridan deb qaralgan yakanlik tibbiy olim Ulug'bek Yarkandining huzuriga tibobat bo'yicha bilim oshirishga avatgan. Olim bu pir ustoz oldida nazariya jihatda Uyg'ur tibbiy olimi Obulasan Qarshining Mujizil qonunini, kasallik tashxisi, diagnozi jihatda sharhi asbobni, kasallik davolash jihatda Al-Qonunning 3-jildini, Tazkiratul Antaki va Firdavsul Hikmat qatorliq kitoblarni o'rgangan hamda tibobat ishxonalari va davosozlik korxonalarining hammasiga kirib, amaliy tibobat sohasida xeli chiniqqan. Keyin mazkur pir ustozning amri bilan Hindistonning Sarhindi degan shahriga berib, Haydar Alixon sohib degan tibobat ustozining huzuriga berib, yana 3 yil bilim oshirgan. U yerdan yakanga qaytib, bir mezgil pir ustozning xizmatida bo'lgandan keyin yurti Xotan Laskuyga qaytib kelib, Xotan xalqining saqliqini saqlash ishlari uchun jon ko'ydirib ishlagan va nurg'un qimmatlik asarlarni yezib, Uyg'ur tibobatiga o'chmas to'hfalarni qo'shgan. Uyg'ur xalqining tibbiy olimi Molla Arif Xotani ayni yillarda kundalik ishlari tartibini zish o'rinlashtirib, bir tarafdan tushdan burun oyog'i uzilmagan bemorlarni bir taraf qilsa, yana bir tarafdan tushdan keyin shogirdlari bilan diniy taliblarga dars o'tgan. Yana bir tarafdan kashlari qimmatlik tajribalarini yakunlab, Parischa Guldastai Afiyat, ya'ni sog'lomlik guldastasi, Uyg'urcha Turkiy dasturul iloj, ya'ni turkcha davolash qo'llanmasi, Parischa Mujarrabati Arif, Arifning tajribadan o'tgan retseptlari, Arabcha Asrarul Nabazi, Valbavli Valbiroz, ya'ni tomurning va cho'ng kichik hojatning sirlari, Parischa Risale-i Fasad va Hijomat, ya'ni qon elish, shahak qo'yish haqida risola qatorliq nurg'unlagan kitoblarni yozgan. Bu ulug' zot shahidoni Xotan diyori miqyosida emas, balki butun Sharqiy Turkiston doirasidan kelgan nini bemorlarga shifolik elib kelgan. Nurg'un shogirdlarni yetishtirgan va yuqorqidek nurg'unlagan bebaho asarlarni yezib, dаңlıq tibbiy olim bo'lib tonilgan. Olimning bu to'hfalari hozirgacha qadar avlodma avlod tillarda doston, dillarda yod etilib kelingan.
uning danqini taxallusiga qarabla bilib olish mumkin. Chunki Arif degan so'z hammani biladigan kishi, mukammal va puxta to'nig'ichi degan bo'ladi. Molla Arif ana shunday kishi bo'lg'ashqa o'zini Arif deb atagan. Keyin xalq ichida bu nom Arif deb umumlashgan va shu pet qo'llanilgan. Buningdan burun biz faqat mazkur ulug' olimning bir ikki asri borligidan ozli kishi xabardor edi. Amdilikda ba'zi dastlabki izlanishlar orqali uning oz deganda 5-6 xil oz tepiladigan maxsus asarlari borligi ma'lum bo'ldi. Afsuski, ko'p qismini texi xalqimiz ko'rishga muyassar bo'la olmadi. Ammo mazkur go'harlar tepilsa, Uyg'ur tibobatchilik ilmiy sohasidagi nurg'un bo'shliqlar to'ldirilib, g'oyat zo'r ilmiy kuchni namoyon qilg'usidir.